Bizning nomimizdan birinchi 10 ta klientga normalniy skidka qilib beramiz deyapti. Silver House o'zini yangi proyektini boshladi. Bunisi xudo xolasa yil oxiriga topshiriladi. Fasadlari polniy kafil qilib, перегородкalarini bo'lib topshirishadi. Xo'p, bu yoqda mana ko'ryapsizlar, katlaman qazish ishlari boshlab yuborilgan. Xudo xolasa $500 dan $700 variantlar bor. 30 kvadratdan 73 kvadratgacha bo'lgan xonadonlar sotuvga chiqarilyapti. Xudo xolasa endi mana sotuvni boshladik. Ulgurib qoldi. Yaxshi etajdan, yaxshi o'zingizga yoqqan kvadraturani tanlash imkoniyati bor hozir sizda. Xudo xolasa 2028-yilda bitirib topshiramiz deyishyapti. Bunisi yil oxiriga topshiriladi. Xudo xolasa fasadlarni ko'ryapsizlar, polniy kafillik qilib, yaxshi sifatli mahsulotlarda даже mayda detallarigacha ahamiyat berib qurishyapti. Bu quruvchilarimiz bular bilan anchadan beri ishlaymiz. O'zimizni yaqin okalar qurishyapti. Bemalol kelinglar. Xo'p, sotuv ofisimizni joyini tushuntiradigan bo'lsam, Nazarbaydan kelayotganingizda, shundoq Sada Sitafordan o'tganingizda o'ng qo'lda Silver House ofisi, sotuv ofisiga kelasiz, batafsil ma'lumotlarni olasiz, narx-navosi bilan tanishasiz, etajlari bilan tanishasiz, qanaqa bitadi, hammasini o'sha yerda o'zida batafsil Nizomiddin degan bola tushuntirib, hammasini ko'rsatib, o'zingiz xohlasangiz keling. Tepasiga keling, qurilish bo'layotgan jarayonlarni ko'ring. Yo'qsa, oling shu joyimizdan. Sanatoriyani shundoq yonida bo'lyapti bu qurilishimizni. Yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, $15,000 dan tepasigacha xonadon sotib olsangiz bo'ladi. Aloqaga chiqavering yoki bemalol kelavering.